aka. Bitta oz yaxshi ko'rgan qizimga telefon qilib, hol-ahvol so'rab olay, keyin ketamiz. Yaxshi ko'rmaydi sen, nima qilasan? Hozir telefon qilaman, ko'rasiz aka, yaxshi ko'rishini. Davay. Qarab turing. Allo. Hayotim, yaxshimisan? Kasalmisan? Nima farqi bor? Sog'inib telefon qildim-da, ishdan chiqdim. Telefon qiling. Kasalmisan, doriga pul beraymi? Qanaqa pul? Shunaqa pul. Ozgina sabr qilib tur, sharoitni to'g'rilab olay. Hammasiga birga erishamiz. Yaqin o'rtoqlarimga telefon berdim, qachon narsa berganingizni so'raysiz? Xo'p, hamma narsaga sabr qilish kerak-ku. Ikkalamiz baxtli bo'lsak, hamma yo tushundim. Baxtimizni pulga sotib ola olmaymiz-ku. Sabr qilish bilan hech narsa bitmaydi. Hozir vaqtim yo'q edi. Tushunmadim. Ko'p qo'ydim aka.